Bu videomiz ikkita bir-birisiz turolmaydigan avsunlarga tashlab qo'yasiz. Novostroyka 10 qavatlik binomizning 9-qavatda bitta ikkita xonamiz chiqdi. Qaracha hozir bittasini obzor qildik, hali ikkinchisini obzor qilamiz. 56 kvadrat bo'lib, shunday prixoshkadan kiraverishni mashinaga garderobni zona qilgan. Qaracha dekoratsiyalari ham shu tashkilot tanlab qo'ygan. Qaracha ikkita avsun bir-birisiz turolmaydiganlarga mana shu uyni olib berish kerak yoki mana shu videoni tashlab qo'yish kerak. Qaracha bu xonamiz ikki xonadan iborat bo'lib, mana shu yerga kuxni joylashgan, mehki mebel qo'ygan, mehmonlaringizni, ya'ni mana shu yerga qaynona, qaynotani kutib olsangiz bo'ladi. Qaracha kattalar uchun yotoqxonani bitta ko'rsatamiz. Kattalar uchun yotoqxona, duxpani divani bor, garderob o'zining shkafi bor, tremozona qilgan, trezasi bor, konditsioner, qaracha yevro remont qilingan tayyor xona. Bu xonaga avsunuz turadi, bu xonada siz turasiz qaracha. Ana endi bolalar uchun yotoqxonani ko'rsatamiz. Albatta, lustrani ham bitta olib qo'ying, eng zo'rini, yaxshisini